Kimga do'kon kerak bo'lsa, mana bizda mana shu do'kon bor. Hop, maydoni 14 kvadratga ega. Hamma narsasi qilib qo'yilgan, mebel texnika hamma narsasi bor, konditsionerlarigacha bor. Wi-Fi'lar ham bor. Xullas, kelib ishlaydigan odamlar bo'lsa, do'kon qidirib yurgan va shunaqa kichkina o'zim biznesimni yurg'izaman, qilaman, boshlayman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana shu do'konimizni arendaga beramiz. Xudo xolisa, oylik to'lov juda arzon, $200 dan oyiga beriladi. Qolgan hech qanaqa to'lov qilmaysiz. Qolgan hamma to'lovni, kommunalkasi bormi, elektr anaqasi bormi, toki bormi, svet bor, hammasiga o'zimiz to'laymiz. Faqat sizdan xarajat $200 bo'ldi. Boshqa xarajat qilmaysiz. Mana shu do'konimizda mana. Telefon aksessuarga mo'ljallangan do'kon. Yana bu yerda uzumga ham ishlatsangiz bo'ladi, onlayn ishlatsangiz bo'ladi. To'g'ri, bu bozor yangi bozor. Odam kirish qiyin. Hozir eski bozorlarda ham odam yo'q-ku. Bu yerda onlayn ishlatsangiz juda zo'r bozor. Narxi ham arzon. Bir xil bozorlarga o'xshab $1000, $2000, $3000 emas. Keyinchalik qimmat qo'radi deydigan bo'lsangiz, do'g'ri asosida ham kelishaveramiz. 1 yilgami, 2 yilgami, 3 yilgami boshida kelishgan narximizni o'sha kelishgan paytimizgacha berasiz. Oshirib qo'ymayman. 2 yilga deysizmi, 3 yilga deysizmi? Farqi yo'q. $200 oyiga. Sizdan to'lov faqatgina shu. Boshqa to'lov qilmaysiz. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Juda zo'r joy. Manzil Ibn Sino savdo markazida 4-qavatida joylashgan. Mana hamma tashqi reklamalari ham qilib qo'yilgan. Bu o'zimiz uchun qilganmiz. Endi o'zimizning ishimiz boshqa bo'lgani uchun vaqtimiz bo'lmadi bu ishni davom ettirishga, qilishga. Hamma o'zining ishini qilgani yaxshi ekan, o'shaning uchun o'z egalariga buni topshiramiz. Kim xohlasa mana shu do'konni aloqaga chiqinglar. Gaplashamiz, kelishamiz, do'g'ri qilamiz. Ishni boshlayverasizlar. Sirazi kaltni qo'lingizga beraman. Ishni davom ettiraverasizlar, boshlayverasizlar. Uzumda aytishyapti-yu. Uzum joy toping, joyingiz uzumga o'sha ofis qiling deyapti-yu. Oyiga 18 million. Siz prosta joy ochganingiz uchun deyapti. Uzumga ham ochib qo'ysanglar bo'ladi mana. Zo'r joy, tayyor. Vitrina qilmaysiz, xarajat qilmaysiz, gilamningiz xarajat qilmaysiz. Kirasiz, ishlaysiz. Oylik to'lovni siz to'laysiz, davom etaverasiz. Ishlashni mana. Zo'r joy. Mana shuni o'rniga uzumni reklamasini qilsa bo'ladi. Uzumniki bor-ku, ana uzum. O'shani qilsa bo'ladi. Bo'ldi, uzum bo'ladi-da. Men bilan ham turaveradi. Hech narsa qilmaydi u. Xohlasanglar, olib tashlasa ham bo'ladi. Lekin bu reklamalar juda qimmat turadi o'zi. Mana bu yerga ham ancha-muncha xarajat qilib qo'yganmiz. Hop, meni o'zimiz uchun qilganimiz uchun yaxshilab qilganmiz. Har bir narsani detalli chiroyli qilib qo'yganmiz. Aloqaga chiqinglar, gaplashamiz. Mana Ibn Sino savdo markazida 4-qavatda joylashgan shu do'konimiz.